12 ta burch ichida nega aynan chayon o'z burchi bilan faxrlanadi? Chunki u bunga arziydi. Geliosentrikda 8-burch bo'lgan chayon unsuri suv bo'lganligi sababli baliq va saraton bilan bitta trigonda joylashgan. Rangi qon rang, olov rang, oq va qora. Toshi esa opal. Erkak chayonlarning minus tomonlari ular jahli tez va birovlar bilan solishtirishni yoqtirmaydigan insonlardir. Plus tomonlari esa juda ham mag'rur va mard bo'lishadi, tez va mustaqil qaror qabul qilishadi. Chayon xonimlar erkaklar nigohida feministka kabi ko'rinishadi, chunki ular dadasining yoki akasining yordami bilan emas, o'z kuchi bilan erishishga harakat qilishadi va buni uddalashadi. Chunki ular nafaqat go'zallik cho'qqalarini, balki o'zlarining kuch-g'ayrati, matonati va energiyasi bilan Everest cho'qqisini ham zabt etib bo'lishgan. Lekin chayon xonimlar o'zidan kuchli erkaklarning yonida himoyasiz jajji qizaloqqa aylanib qolishadi. O'zidan ojiz erkaklarga esa hayotda bo'ysunishmaydi. Dunyoning eng go'zal ayollari qaysi burchda deb so'rasangiz, men hech ikkilanmay chayon burchida deb javob beraman. Chunki butun dunyoni va qalblarni zabt etgan eng go'zal ayollar aynan chayon burchi ostida dunyoga kelishgan. Mars sayyorasining effekti tufayli chayonlar eng shartaki, eng jangari va eng qasoskor burch vakillari hisoblanishadi. Agarda siz chayonga yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni unutish mumkin, lekin qilgan yomonligingizni aslo unutishmaydi va javobsiz ham qoldirishmaydi. Chayonlar uchun yuz xotir, qadriyatlar degan tushunchalar umuman yo'q. Ularga 1000 yil yaxshilik qiling, lekin bir marta bilmasdan dumini bosib qo'ysangiz, o'sha zahotiyoq zaharini sizga sotishadi. Qilgan yaxshiligingizni esa eslab ham o'tirishmaydi. Chayonlarning 2026-yil istiqbollarini video ostida yozib qoldiraman. Va ushbu videoni chayon do'stingizga jo'natib qo'ying.